eriga tik qaragan ayol jannatga kirmaydi. Vada qilib siz jim o'tiring deb qo'yadi bir xillar, astag'firulloh. U ayol emas, u shayton bo'ladi u. Ayol kishi oilani boshlig'i erkak kishi bo'ladi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tavamasa, ayol kishi dono emas. Lekin ayolga juda ehtiromimiz zo'r bo'lish kerak. Mana bugun juma kuni. Bir narsa olib boringlar, bir istig'nommi, bir qovunmi, mana uzumlar pishgan. Bugun bayram bugun. Ularni ko'nglini xursand qiling. Gunohlaringiz kechiriladi. Rasululloh alayhisolatu vasallam aytdilar. Imom Ahmadning rivoyatlari. Qaysi erkak yo ota qiziga bozordan borib bir narsa yo yegulik yo kiyimni olib kelib qizini qo'liga bersa, o'sha otaning gunohlari hammasi kechiriladi dedi. Mana ayolga muhtoj. Ammo ayol hududida, haddida turish kerak. Adasi, siz nima deysiz? Siz qilasiz, siz aytasiz deb tursa, o'sha xotin yaxshi xotin bo'ladi. Siz aralashmay, men o'zim bilaman degan xotin Xudo urgan xotin bo'ladi. Mana buni yaxshi bilishimiz kerak. Mana bu juda muhim masala. Hozir uylantirishda